Uyda ozgina zerikib ko'chaga chiqdim. Hamma rayonni o'zini sentri bo'ladi. O'sha sentrda High Street deyiladi. High Streetning o'zini shopping sentrlari bo'ladi. Atrofida polniy magazinlar. O'sha bitta ikkita men yoqtirgan обычно bo'ladigan magazinlarni ko'rsataman. Birinchisi Choice bu Next magazinini, Next Brussels Next magazinini sale'dagi hamma детский bo'ladimi? Kattalarning, ayollarnikimi? Buni qaranglar, mana qizlarning, kichkina qizlarning ko'ylakchasi 975. Nextda 19 funtga sotilardi. Hamma yoshga bor. Sotdan обычно qizimga antiqa narsalar olib ketaman. Yo, kачественный, menga Next juda yoqadi. Next yaxshi narsalar qiladi. Menga hozir ko'ylaklar aslida yoqadi. Chiroyli ko'ylak qilishadi. Bolachalarga mana qarang, O'zbekistondagi issiq havoga maishiy materialdan qilingan. Men ko'ylakni qizimga oldim oldingi safar. Yana ko'rsataman, mana Next narxi 10 funtdan bitta 525 ga sotiladi. Bunaqasi ham bor ekan. Bunaqani ham oldim, cho'ta yoqtirmadi, kiymadi, kaltadyapti. Nimalarda? Yubichkalar, yaxshi narsalar bor. Bu yoq tarafida o'g'il bolalarga oyoq kiyimlari, jaklar, shapichkalar. Mana masalan, mana bu narsa Nextda 25 funt. Bitta 11 funtga sotishadi. Magazinning oti Choice magazin. Next narsalar. Qizlarning yubichkalari bitta. Mana yozgi manchikalar bilan chiroyli ekan. Kupaniklari. Xullas, ko'p narsani oyoq kiyim, Next oyoq kiyimlari yaxshi bo'ladi. Sokani qaranglar. To'g'ri betazgina odamlar tiskilab tashaganidan sal kir bo'lib qoladi, lekin atsiyalar ketaveradi. Bunaqacha. Как раз шлёпка qidiryaptim, lekin sal puli qattiqroq ekan. 21 funtli narsa 7 funtga sotilyapti. Yozga как раз qizimga шлёпка qidiryaptim. Keyingi eng bitta ko'plar kiradigan magazin bu TK Maxx hisoblanadi. Amerikada ham bor. Amerikan brendi menimcha, lekin Amerikada bu TJ Maxx deyiladi. Bu yerda hamma narsa bor. Ko'ylakdan tortib kosmetika, keyin bunaqalar sponjiklar, har xil body washlar, badanga sovunlar, sumkalar, yaxshi brendlardan sotishadi. Mana masalan, mana asl narxi hozir so'ngqisini 119 funtli narsani 24.99 ga sotish. Nima bu? Clean Advanced Youth massaj qiladigan, yuzni massaj qiladigan narsa ekan. Makeup kistichkalari. Nima xohlasangiz, chochga uhod deysizmi? Machalachkalar, mana choch uhodlari, masalan hair care. Bitta yarim soatga kirib chiqib keta olmaysizlar. Butun kuningizdan ishlatishingiz kerak. Hamma narsalarni ko'rib, nima qilib kliplar, chochga, sochiqchalar. Bu tarafda sezonlar. Ko'ylaklar, koftalar, yaxshi brend narsalarni arzon-arzonga sotishadi. Masalan, yaxshi jinsilar, nima ekan?
Masalan, yozgi kiyishga kim qidirayotgan bo'lsa. Bu yerda mana futbolkalar. Dizelli futbolkasi qarang so'z qancha turadi. 50 funtlik narsani 16 funtga berib sochadi. To'g'ri bir xillari sezondan chiqib ketgan narsalar, lekin sezonni ketidan quvlamaydigan odam bo'lsangiz, modani ketidan quvlamaydigan, udobstvo uchun kerak bo'lgan narsa bo'lsa, shu yerda eng zo'r joy. Kачественный, chiroyli ekan koftachka. Red London firmasi. 28 turgan ekan, 9 funtga ekan. Sochlarni qidirib man. Voy. Mana masalan, mana bu koftachka yozga chiroyli ekan. Jinsi shortiklar bilan. Narxlari 16.99 ekan. Bu mana polonning anaqasi, futbolkasi. Aytaymi nech pul turadi? 28 funtdan 12.99 ga sochadi bu yerda. Menga eng yoqadigan narsa bu yerda mana bu narsalar hisoblanadi. Qaranglar. 64 funt bo'lgan ekan, 1999 ga mushkoy sotiladi yaxshi. Ayollarga originalni ekan. Brasletiklar, erkaklarga mana bunaqa brasletiklar, tillasi London Collection. Mana buni qaranglar. Bu fine silver plated ekan. Qarayman qancha 12.99 funt turadi. Antiqa lambalarni ham sotishadi debdi. Masalan, mana brelok. Chiroyli brelok ekan. Mana qaranglar. Originalniy neobычный narsalar ham bor bu yerda. Xo'sh. Bunaqa joylar, bunaqa vitrinaga oynani tagiga такой qimmat toshli, qimmat metallarni bekitishadi. Odamlar o'ynab tashlamasin deb buni qarayman. For children. Look at that veranda teacher like that. Here we go. Kosmetikaga muvofiq. Mana qaranglar, Infinity uzugi chiroyli ekan. 18-size, 18 karatlik tilla yozilgan ekan. 29 funtdan 10 funtga sotishadi. Xullas, bu yerda bunaqa zarechalar. Xo'sh, endi sumочкаlarni ko'rsataman. Sumочкalar ham hamma buni anaqa color coding bejeviylarni отдельно. Sumочкani qaranglar. Бежевый отдельно, синий оттенкlar отдельно, зеленыйlar отдельно, кошелечкlar отдельно qo'yishadi. Odamlar tutib tashlaydi bu yerda hammasini. Yozgi anaqalar, plyajniy sumочкаlar. Shlyapalar, shapchikalar. Buni. Nijniy belyo. Nijniy belyo yaxshi qiladi bu yerda ham. Bunaqa shayperlar, mana masalan futbolka anaqalari, ichki kiyimlar. Yana bu yerda mana nima qilishadi? Очечки. Ko'zoynaklar. Har xil brendda. Armani, Chanel, hozir Armani bir ko'ruvdimiz. Stigmaden ochkilar. Bu yerda aksessuarlar, masalan, brelok, skanchilar, bunaqa alambalo antiqa narsalarni qilishadi bu yerda. Xo'sh. Yozgi yubkalar.
stabilli. Shunaqa bitta staj yuramiz. Sportivniy kiyimlar, mana legin, trenировка qiluvchi leginslar, Naryoda anaqalar, hudilar, ichki kiyimlar yana. Shaperlar. Oyim shunaqa xalat, anaqali sochiqli xalat xohlayotdi. Babada. Гостиничный anaqalarga o'xshagan. Skidkasi ekan, 20 funt to'lar ekan. Oyoqqa, noskilar, alambilo noskilar ham topsanglar bo'ladi bu yerda. Qo'shibali. Oddiy sportivniylar ham bor. Qishga qolib ketdi. Обычно bitta Christmas o'tib ketgandan keyin Christmas yangi yilga tegishli narsalarni olib tashlashadi. Bitta ikkita qolib ketgan bo'lsa, mana qaranglar. Bunaqa marla materialdagi ekan. Aleksandra 16.99 ekan. Pijamichka yaxshi ekan yozga. Buni O'zbekiston yozlariga. Xo'sh, bu yerda уже sumkalar travel uchun. Erkaklarning kepkasi. Bu yerdan уже erkaklarning отделы boshlanadi. Xo'sh, erkaklarning shortilari, futbolkalari, unda har xil prichindalar, har xil. Masalan, humidifier, xonangizni parlatib beradigan, ozgina quruvni yoqiladigan. Xo'sh, erkaklar kiyimi tarafidaman. Xullas, bu yerda hammasi erkaklarning kiyimi. Qarang, bu yerda mana travelga chimodanlar sotishadi har xil. Nima debdi? Big deals and save big brands, quality style. Now on. Ishimiz bo'yicha bu yerda 23 bugun necha? 17-mi, 23-da Polniy shopping centerni yopishar ekan, arablar sotyapti. O'shanga Angliyada bu yerda qaysidir joyi yopishsa, hamma narsani juda ham arzonga, arzon narxini ham arzoniga sotishadi-da. O'shanga keluvdim qaragani. Antik ekan bu. Oyoq kiyim sectioni hamma razmerlarni 5 bu Angliyani 5 bu bizning 37-razmer, 6 bu 5 bu 38-razmer, 6 bu 39. Yozgi narsalar. Bitta ko'rishingizda ololmaysizda, bunaqa narsalar hozir brend emas, trend. Bosanoshka. Yaxshi ekan. Hech pul keldi. Aytganimda odamlar tizib tashlaydi bir xilada. Bir poyinni anetdan qattanib topasiz. Mana bir ikkinchi poyi. Narxlari yonlarida hozir qarab beraman. 16.99 ekan. Xullas, bu yerda sekin aylanib chiqishli joylar. Levi's krossovkasi. Kim Levi'sga qiziqsa, menga Levi's jinsi yoqadi. Jinsilari zo'r. Men bitasini bosanoshka qaramoqchi edim. Yaqinda ta'tilga chiqamiz. O'shanda issiq joylarda yurishga, oyoq charchamaslikka oladigan materialdan Blowfish Malibuniki ekanlar. Onamga yaxshi ekan. Lekin onamga Latviyaga borganimizda Latviyadan oldik. U Kriuniki. Kriu betda qancha ekanlar? 59 funt bo'lgan ekanlar. Lekin betda 24 funt 99 ga sotilar ekan. Converse qidiraman men har gal. Converse ikkita shnurokli. Chunki Converse oyoqda juda udobniy krossovka.
85 mi 65 funtdan 30 funtga sotishayotgan ekan. Bunaqam bor. Xullas ko'p narsa. Bitta lekin отдельно o'zim chiqib sekin aylansam kerak. Bu yerda детский отделdaman hozir oyoq kiyimi. Qaranglar. 10-razmer. Qizim razmeri 13. 13 bo'lganda olardim. Mana bu konverslarni qaranglar, детский. Converse. Qanday narxi? 55 funtdan 22 euro. Qancha sochayotgan ekan? 5-razmer. Razmeri mana bu yerda 13,5. Qizimga sochayotgan. 13 ga endi o'tdi. 12,5 13 kiyadi. Mana qaranglar. Yozga teshili. 3D ruchkasi bilan qilishganman buni. Rezinoviy. Mana bu yerda детский narsalar, chemodanchiklar, kichkina o'yinchoqlar, plyajga chiqqanda shundan top qo'yishim kerak. Qizimga bechora har gal plyajga chiqsa, o'yinchog'ini esdan chiqarib qo'yamiz. Yo'q bo'ladi. Bu yerda o'yinchoqlar hammasi har xil yoshga отдельно qo'yishadi. Bunaqa narsa. Детский lalkalar uchun ham bor. Mana bu. Eshtasizlar? O'z berdi. Baqachalar, birinchi podarka. Podarka yaxshi ideyalar bor yerda. To'ka yuvadigan narsa bor. Детский kiyimlar. По возрасту baby. Keyin bu yoqda уже yosh bo'yicha ketadi. Menga eng yoqqan joyi TK Maxx. Hozir ko'rsataman sizlarga. Mana bu etaji bitta idishdan tortib bog' принадлежностьлari, mebel, постельный подушкалар, divan подушкалari, dekorativniy narsalar sotadi va allambalo ovqatlar sotadi. Qaranglar. Mana bu turmeric, kurkuma, bunaqa ovqatchalar. Mana bu ovqatlar qaranglar. Jeli, shirinliklar, makaronlar, lambalo, bunaqa non, u konservalar. Double flavor pistachios bilan, u shokolad bilan pistachio aralashgan. Jemlar. Xullas hamma narsa. U soslar. Hot honey, achchiq asal. Hiç yeb ko'rganmisizlar? Achchiq asal. Murchlar har xil. Himalayan tuz. Розовый tuz. Oddiy tuzdan ko'ra полезнroq deyishadi. Kofe. Har xil turlari. Choylar. Mana bu yerda hozir постельный belyonlar. Mana antiqa ekan. Hammomiylarga matraslar. Limondagi qilingan ham bor ekan. Постельный belyonlar har xil. Masalan, mana oqqa 27 funt ekan, king size. Doubledan ham katta.
Mana masalan sergechkaligi ko'ramiz 35 funt bo'lgan ekan, bu yerda 15 funtga sotishyapti. Xullas jun deylar. Mana shu joyga kirib hammomga har xil bunaqa shampun, body lotion narsalarni qo'yib qo'yishgan. Tualetniy bumaga mana bitta ko'proq variantda oshxonalarga ham ishlatsanglar bo'ladi. Har xil. Sразу aytaman, sotish uchun bularni ko'rsatmayman. Просто nima borligini ko'rsataman. Bunaqa narsalar. Makeup organizer. Ko'rpalar. Antiqa duve ekan. Uzun narsa ekan. Pillow. Yostiq ekan. Mana bu yostiq. Bitta uyda hayvonlaringizga ham har xil podushkalar, ovqatlanadigan miskalari, anaqalari, food supplement, ovqatga aralashtirib beradigan narsalari, mushularga dilbar ko'rayotgan bo'lsang, mana mushugingga mana bu narsa kerak senga. Yaqinda o'rtog'im mushu yaxshi-yu, lekin hamma yog'imni tilib tashyapti. Uyimda mana shunaqa narsalarni olib qo'ysanglar, tirnog'ini o'sha yerda. Xo'sh, menga bitta xojinnika organizerlar. Men bu qizimga oqini olib berdim, shuni sal kattarog'ini. Ruchka qalamlarini aniq qiladi. Mashinaga matraslar, yeshilchkalar, bog'ga erkalagan boltik-smoltiklar. Mashinada hozirgi blogerlar uchun держательlar, keys aralashib ketibdi bitta hamma narsa. Xo'sh, bu hayvonlarga o'yinchoqlar. Endi mana kuxniy chashkalar. Termoslar. Kofeyizni, choyingizni issiq ushlaydigan termosni. Chashkalar. Choyni. Skоворodочкаlar. Tifal deysizmi? Boshqa deysizmi? Tifal ham bor bu yerda. Oshxonaga cho'qchalar. Tema bo'yicha bu Halloweenga edi, bilmayman nimaga olib qo'yishmadi. Xo'sh. Ko'fiya, nima bundan ichiga solasizlar, morojniy qiladi. Lunch boxlar, ovqat solib ishxonangizga olib ketadigan, bog'chagami, maktabgami. Piknik yaxshi narsalar ekan. Xullas deylar. Bu bir kun yetmaydi. Bunaqa холодильникlarga organizer. Bitta kastrulkalar, har xil. To'g'richa kichkina. U sopol ekan, og'irgina. Shuni o'zi nech pul turar ekan, narxini topib beraman. 12.99 turar ekan. Asl narxini yozishmabdi lekin. Stakanchiklar. Mana bu yerda har xil kapkir, cho'mich, kartoshka tozalaydigan. Kim yana shunaqa narsalarni
titkilab ushlab aylanib yurish yaxshi ko'radi. Man bu yana kastrulkalar. Bu yoq tarafiga o'tamiz endi. Bu yerda mana bog'izlarga stol stullar. Bu yerda har xil statuetkalar, vazichkalar. Bunaqa qaranglar. Chiroyli. Anglichalar ko'pincha bog'bonlik qilishni sevishadi. O'shanga har xil perchatkalar. Bular oddiy korobochkalar. Agar mana podarka o'ramoqchi bo'lsanglar, qog'oz emas, bir xil shu anaqa korobkaning ichiga soladi. Или же anaqa storage, то есть o'zini sevimli narsalarini saqlab qo'yish uchun. Kitoblar bir xilda sotishadi. Notebooklar, qalinqalar. Nima deydi? Dnevnik o'xshagan narsalar. Har xil ofisniy принадлежностьlar, salfetkalar. Yana nima? Yana bu yerda ofisniy narsalar. Qanaqalar? Bulavkalar, ruchkalar. Bitta upakovочный. Mana manba antiqa ekan. Qaranglar, nima stilida hot air balloon, parashyut bunaqasida stilda qilingan, lekin bu по-моему anaqa piknikovый idish. Bu ayol yasagan ekan. 29-30 почти 30 funt ekan. Anaqa savatchalarga o'xshagan narsalar, menimki mevachalar qo'ysanglar bo'ladi. Lambalar yetdimi, zo'r narsalar sotadi bu yerda. Mana piknikovый anaqa setka. Savatchalar. Mana qaranglar sizlar. Kam organizer, mana maylarni qo'yib bosib qo'ysanglar bo'ladi. Yozgi narsalar, hovliga chiroyli yasatishga. Flamingo meva yasatsanglar bo'ladi. Hammasi savatlar. O detskiyga ham yaxshi ekan. Har xil razmerda ekanchi. 15 funt ekan. Kichkina masatsiz bo'ladi. Nima deb o'ylaysizlar? Lampalar. Nightstand, то есть karavotning oldida turadi. Mana qo'yib. Men to'shim eshitilayotadigan umiddaman. Sekin gaplashaman, odamlar neto'g'ri qarashyapti. Bunaqa narsaga o'rganmaganman, men uyalaman hali. Bunaqa. Bu yerda ramkalar, oyna. Har xil ramkalar, oyna. Yasatishga zo'r ekan. U soat ko'tariladi. Mishutkalar, ramachkalar, uy dekor narsalari. Nima solgan bo'lardinglar? Bu tusqu bo'lmas ekan, ham просто mana yopiq. Mana bunaqalar modaga chiqdi hozir. Chiroyli vazichkalar, gilamchalar. Gilam, bitta gilamlar ham sotiladi. Eshiklarning tagiga gilamchalar, mana o'zbekcha stilda qilingan gilam ekan. Yupqa gilamlar. Xo'sh, bitta yana mebellar, qaranglar, damdam stilida qilingan katta ba'zi. Urishilarga ichigan искусственный uzun gulli. Xo'sh, podushechkalar. Bitta покрывалchalar. Yaqinda покрывал oldim. Mushugimiz titib tashadi. To'qilmagan olaman endi dedim. To'qilgan oldim. Mehli. Hozir olmaysiz deb mehlini qishga. Bitta bunaqa ochib ko'rsangiz bo'ladi. Yostiqlar, обычно bunaqa stilda Halloweenga olishadi. Lekin har xil sezonga, har xil rangga mos. Yana men konvertiklar, открытkalar, har xil DIY o'zingiz yasagan xohlamoqchi o'zingiz nimalar
qilib to'qib bir nimalar yaratmoqchi bo'lsangiz, mana kroshelar, malina iplari bo'lar doim. Oldin olsa malina iplarim deb urishardilar. Yo'q qilmanglar, avval qilmanglar. Xo'sh, в принципе, почти shu. Anit ko'rsatmabman hozir Anit ham. Oshxona принадлежностьlari ko'rsataman ozgina. Shundan keyin chiqib ketamiz. Oshxona stoliga bunaqalar. Wow. Tarelkalarni qo'ygani, yasatgani yaxshi ekan. Bu nima ekan? Antiqa narsa. Chopra ekan. Maydalab berar ekan. Bokalchiklar, vazalar, stakanlar. Margarita ichilganlagan. Bunaqalarimiz bo'lardi. Sizlar ham oldin siz paytda singlari, bolachalari bo'lardi atrofida. Babushkalar uchrashdi. Souslar, har xil sushi, smushilarga souslar. Mana qaranglar, tarvuzini qasdi, lekin plastmassa. Xo'sh. Bitta bunaqa chorkalar. Xullas. Anaqalar. Sovuq issiq ushiydigan setkalar, termalkalar. Ichida anaqalar bilan ko'plar shunaqa olib yuradi o'zi bilan lanchini qo'yib qo'yish uchun, svejiy turadi shuning ichida. Menga bitta kerak lekin hozir emas, hozir olmayman. Bakalchiklar. Mana qaranglar, chiroyli. Xudo xolisa o'zim uyim bo'lganda bunaqa olardim, bunaqa olardim. Bunaqa qaranglar, chiroyligini. Bilmayman nimagadir menga yoqdi shu narsa. Rozoviy, tilla yurg'izilgan. Lekin xrustal emas, shisha. Kim aniqlash biladi, где xrustal, где oddiy shisha. Aslida oyim o'rgatdilar, bunaqa chirtganinglarda, hozir bitasini chirtib ko'rsataman. Chirtishga narsa topaylik. Mana masalan, chirtganinglarda ting qiladi. Xrustal sing qiladi. Shundan bilsanglar bo'ladi. Mana bu narsani qaranglar. Termosga o'xshagan narsa. Ovqat solasizlar, mana har xil snacklarni. Bitta o'zingizga emas, podarkalarga ham zo'rnasi, bunaqa har xil gullilar ham bor ekan bu yerda. Qaranglar. Xullas, shunaqa gaplar. Bu magazinda tugatdim. Sizlarga ko'rsatish uchun keldim. Hozir make-up magaziniga kiraman. O'shandan balkim nimalar ko'rsataman. Bu magazinda ichida olishga ruxsat berishmadi, o'zini sabablari bilan. То есть kommersiya nima ideyani o'g'irlaysizmi yo'q boshqami, короче. O'zini politikasi ruxsat berishmadi, lekin ikkita narsa sotib oldim. Uyga borib ko'rsataman.